Assalomu alaykum, hörmətli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men İftixar Abdurashid. Hörmətli ko'rurmanlar. Tövəndə diqqətinglar kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Bugun, ya'ni 9 dekabr bo'lsa, Sharq Turkiston xalq uchun zo'r tarixiy ahamiyatga ega bir kundan iborat. Chunki Dunyo Uyg'ur qurultiyining tashabbusi va arzi bilan 2020-yil 9-oyning 3-kuni Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasi orqa-orqadan 3 qatim isbotlanglash yig'ini o'tkazish orqali 2021-yil 12-oyning 9-kuni Londonda hukm e'lon qilish yig'ini chaqirib, Xitoy hukumatı Uyg'urlarga qarta irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat yurgizyotidi deb hukm chiqargan. Shu kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqon Isa apandi 9 dekabrni Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni deb bekitganligini jakarlagan edi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining chaqiriqiga asosan 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan butun dunyo miqyosida bir tutash holda ilib berilgan faoliyatlar uzluksiz davom qilmoqda. 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishi tarafidan 7 dekabr inglizcha tor muhokama yig'ini o'tkazilgan. 8 dekabr kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Xalqaro Uyg'ur akademiyasi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Qozog'iston Uyg'ur yoshlari birligi, Qirg'iziston Uyg'ur ittifoqi, Kanada Sharq Turkiston jamiyati, Uyg'ur harakati tashkiloti, Amerika Uyg'ur birlashmasi, Yaponiya Uyg'ur jamiyati qatorliq 50 dan ortiq Uyg'ur tashkiloti birlashib bayonot e'lon qilib, xalqaro jamoatchilikni jiddiy harakatga o'tib, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini va insoniyatga qarshi jinoyatlarini darhol to'sib qilishga chaqirgan. Yana 8 dekabr kuni tushdan burun Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Amerika Uyg'ur birlashmasi tarafidan Washington axborot klubida axborot e'lon qilish va muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazilgan edi. 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan Xalqaro Uyg'ur akademiyasi va Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan birlikda uyushtirilgan va irqiy qirg'inchilik uchrayotgan Uyg'ur kimligini qo'g'dab qilish asosi tema qilingan zo'r ko'lamli xalqaro muhokama yig'ini 9 dekabr Amerikaning George Washington universiteti rasmiy boshlandi. George Washington Universiteti, Indiana Universiteti, Drexel Universiteti, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Uyg'ur harakati, Amerika Uyg'ur birlashmasi, Uyg'ur Project fondi, Yaponiya Uyg'ur jamiyati qatorliq ko'plagan o'rin va tashkilotlarning qo'llashi va iqtisodiy jihatdan yordam berish bilan o'tkazilayotgan mazkur yig'in 2 kun davom qiladi. Yig'inga Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqon Isa boshchiligidagi qurultay hay'ati, Dr. Rishad Abbosning bosh raisligidagi Xalqaro Uyg'ur akademiyasining har qaysi allardagi sho'balarining mas'ullari, har qaysi allardagi til maktablarining mas'ullari, akademisyenlar, pedagoglar, tashkilot mas'ullaridan bo'lib ko'p sonda kishi qatnashdi. Mazkur yig'inning 8 noyabr kuni Amerikaning George Washington universitetida o'tkazilgan qarshilish murosimiga Amerika davlat majlisi va Amerika tashqi ishlar ministrligidagi yuqori darajalik arboblar bevosita yoki tor orqali qatnashib, o'zlarining Sharq Turkiston xalqiga bo'lgan qo'llashini ifoda qilishdi. Yig'inda oldi bilan so'z qilgan Xalqaro Uyg'ur akademiyasining bosh raisi Dr. Rishad Abbos va Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqon Isa apandilar Uyg'ur sud kollegiyasining hukmi e'lon qilinganligining 1-yilligi va 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan o'tkazilayotgan mazkur yig'inning muhimligini ta'kidlash bilan birga Uyg'ur sud kollegiyasining muvaffaqiyati uchun kuch sarf qilgan Adrian Chens boshlig'idagi chet ellik tadqiqotchi do'stlarimizga, Uyg'ur sud kollegiyasini moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlagan Uyg'ur tashkilotlarimizga va avom xalqimizga yana bir qatim Sharq Turkiston xalqi nomidan rahmat aytadiganligini bildirishdi. Amerika Kengash palata a'zosi Yon Kim bu qarshilish faoliyatiga tor orqali tabrik so'z yo'llab, Amerika davlat majlisi va Amerika hukumatining amaliy harakat orqali Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatiga zarba berdiganligini, Uyg'ur siyosiy qonun loyihasining dal shuning uchun tuzilganligini va Amerikaning bu yo'lda davomli tirishchilik ko'rsatadiganligini bildirdi. Amerika tashqi ishlar ministrligi demokratiya, kishilik huquq va emgak bo'limining muavin kotibi Scott Bassey naq maydonda so'z qilib, Xitoyning irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat o'tkazayotganligini, Uyg'urlarning go'zal madaniyatini yo'qotishga urinayotganligini, mushunda xatarlik ahvolda muhojirat Uyg'urlarning Uyg'ur kimligi va Uyg'ur madaniyatini qo'g'dash uchun birlikda kurash qilish kerakligini, Amerika hukumatining bu yo'lda tegishli burchini ado qildiganligini bildirdi. Tadqiqotchi Adrian Chens olqish sadolari ichida so'zga chiqib, Xitoyning hozir irqiy qirg'inchilik jinoyatlarini yoshirish uchun uni normallashtirish yo'liga qadam qo'yganligini, Xitoy hukumati Uyg'urlarga madaniyat qirg'inchilik yurgizayotgan bu vaziyat chet eldagi Uyg'urlarning bir yerga jam bo'lib o'z madaniyatini namoyon qilishi, o'z madaniyati orqali xalqaro jamiyatga mavjudligini davomli qo'g'dishning nihoyatda muhimligini o'ttirib qo'ydi.
Bu qatımqı kütülüş faoliyetining oxirida Uyg'ur madaniyatining eng yorqin namoyandalaridan bo'lgan Uyg'ur taomlari, Uyg'ur hunar san'at buyumlari, Sharq Turkistonga oid surat va rasmlar tanishtirildi. Virginiyadagi Uyg'ur ona tili maktabining o'smir o'quvchilari ko'rkam san'at nomerlarini ko'rsatdi. 9 dekabr rasmiy boshlangan va 2 kun davom qilgan mazkur xalqaroliq muhokama yig'ini 5 bo'limni o'z ichiga olgan bo'lib, yig'inda chet ellik tadqiqotchilar, Uyg'ur akademiyatsionlar, siyosiy arboblar, Uyg'ur ona tili maktablarining mas'ullari va pedagoglar Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni qanday qilib to'sib qilishni cho'rdigan holda Uyg'ur kimligini qo'g'dab qilishning konkret chora-tadbirlar ustida keng doirada muhokama olib boradi. 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan 9 dekabr tushdan keyin Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Uyg'ur akademiyasi vaqfi va Sharq Turkiston vaqfi birlikda Anqarada axborot e'lon qilish va muxbirlarni kutib olish yig'ini chaqirdi. Yig'inda so'z qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi va strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram Uyg'ur sot kollegiyasining Dunyo Uyg'ur qurultiyining tashabbusi va arzi bilan 2020-yili 9-oyning 3-kuni Londonda qurilganligini va ayni chog'da Markaziy Gollandiyadagi Xalqaro adolat divonida sobiq Yugoslaviya prezidenti Milosevichni sotlagan dunyoga mashhur sotchi, xalqaro qonun sohasida yuqori inovatga ega shaxslarning biri Jeffrey Nice apandining Uyg'ur sot kollegiyasining bosh sotchisi bo'lib vazifa olganligini, sot qurilgandan keyin 3 qatim isbot anglash yig'ini chaqirilganligini va bu 3 qatimliq isbot anglash yig'inida Sharq Turkistonlik va chet elliklardan bo'lib 70 dan ortiq kishining bevosita guvohlik berganligini, yana 500 nafardan ortiq kishining yozma guvohlik berganligini, natijada 2021-yili 12-oyning 9-kuni Uyg'ur sot kollegiyasining Londonda hukm e'lon qilish yig'ini chaqirib, Xitoy hukumati Uyg'urlarga qarta irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat yurgizayotdi deb hukm chiqarganligini, shu kuni qurultay raisi Dolqin Iso apandimning 9 dekabrni Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni deb bekitganligini jakarlaganligini, buning xalqaroda tunji qatim hukumatlardan betaraf va butunlay mustaqil bir sot kollegiyasining qaror chiqarishi bo'lg'achqa xalqaroning zo'r diqqatiga erishganligini eslatib o'tdi. Erkin Akram apandim bayonotida Dünya davlatlarının 1948 yıl imzalangan BDT irqiy ayrimchilikning oldini olish ahdnomasining ro'yiga to'liq amal qilib, Xitoyning jinoiy qilmishlaridan dadillik bilan hisob so'rashga, Xitoy bilan bo'lgan siyosiy, iqtisodiy va harbiy munosabatlarni deb Sharq Turkistonda yuz berayotgan irqiy qirg'inchilikni nazardan soqit qilib o'tmaslikka, Uyg'ur muhojirlarga ega chiqishga, bo'lib mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiy xalqlariga qarshi rahimsizlar yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlarni to'sib qilish uchun amaliy harakatga o'tishga chaqirdi. Her qaysi ellarda faoliyat ilib berayotgan Uyg'ur tashkilotlari Dunyo Uyg'ur qurultiyining 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan butun dunyo miqyosida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarshi bir tutash holda keng ko'lamda norozilik faoliyatlari ilib berish haqidagi chaqiriqqa qizg'in ovoz qo'shib, o'zdir turishliq davlatlarda turli shakldagi norozilik faoliyatlarini o'tkazishga boshladi. Shu qatorda bugun, ya'ni 9 dekabr kuni Avstraliya Uyg'ur jamiyati Xitoyning Sidneydagi konsulxonasi oldida namoyish o'tkazib, mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Türkiye xalqlariga qarshi rahimsizlar yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlarga la'nat o'qishdi. Namoyishda so'z qilgan Avstraliya Uyg'ur jamiyatining hay'at a'zosi, Dunyo Uyg'ur qurultiyi muhojirlar komitetining muavin mudiri Mehmet Chalabchi apandim Avstraliya Uyg'ur jamiyatini o'z ichiga olgan chet ellardagi 50 dan ortiq tashkilot tarafidan 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan e'lon qilingan birlashma bayonotni o'qib o'tdi. Avstraliya Uyg'ur jamiyatining raisi Mehmet Obul apandim namoyish qilgan so'zida Avstraliya hukumati va federal parlamentning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilishga va Xitoyning bu xil vahshiylikni to'sib qilish uchun amaliy harakatga o'tishga chaqirdi. 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan 8 dekabr Kanada parlamentida parlament a'zosi Heather Macphersonning boshlamchiligida parlament a'zolari va Kanadadagi kishilik huquq tashkilotlarining vakillarining qatnashishida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qanday qilib to'sib qilish haqida suhbat o'tkazilgan. Suhbatga qatnashgan Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkilotining bosh kotibi Qayum Masumov apandim ko'pchilikka Dunyo Uyg'ur qurultiyining tashabbusi va arzi bilan 2020-yili 9-oyning 3-kuni Londonda qurilgan Uyg'ur sot kollegiyasi va uning 2021-yili 12-oyning 9-kuni e'lon qilgan hukmi haqida ma'lumot bergan edi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi qonun komitetining mudiri va Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkilotining direktori Mehmet To'xta apandimning bildirishicha, Kanada Uyg'ur do'stlik guruhi bugun, ya'ni 9 dekabr kuni qurultay bilan birlikda Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan maxsus axborot e'lon qiladi.
Xitayning davlat raisi Xi Jinpingning chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlari 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan butun dunyo miqyosida Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga qarshi keng ko'lamlik norozilik faoliyatlari boshlatgan bir paytda 8 dekabr elib borgan Saudiya Arabiston ziyorati kuzatuvchilarining kuchli diqqatini qo'zg'adi. 8 noyabr kuni muhojirat faoliyat elib berayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi boshchiligidagi 52 Uyg'ur tashkiloti birlashma chaqiriq e'lon qilib, musulmon davlatlari rahbarlarini va xalqaro tashkilotlarni Xi Jinpingning Saudiya Arabiston ziyorati mezgilida Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga yurgizayotgan vahshiyliklarni qattiq ayblashga hamda davom qilayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga xotim berishga chaqirgan. Shundaqla Saudiya Arabistonda tutib turilayotgan 4 nafar Uyg'urni Xitoyga qaytarishning xalqaro ahdinomalarga xiloflik qilganlik bo'lganligini eskartgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dolqin Aysa chaqiriqda bunlarni tilga olgan. Saudiya Arabistonda Xi Jinping bilan ko'rishganlar o'zlarining Uyg'ur musulmonlarga qarta yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilikka javobgar hokimiyatning rahbari bilan ko'rishayotganligini bilishlari kerak. Bo'libmi musulmon davlatlarining rahbarlari Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarta sukutlarini jiddiy ravishda buzishi lozim. Islom qimmat qarashlarini qo'g'dash ularning diniy majburiyati. Birlashma chaqiriqda Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistondagi islom dini va madaniyatiga qarshi bostirish harakatlari, diniy cheklamalar, masjid madrasalarning vayron qilinishi, diniy ta'lim tarbiyalarning man'iy qilinishi va boshqa diniy zulmlar birma-bir sanab o'tilgan. Chaqiriqdan ma'lum bo'lishicha, Xi Jinping 3 kunlik Saudiya Arabiston ziyorati mezgilida bir qancha cho'ng yig'inlarga qatnashdi ekan va 30 dan ortiq musulmon davlatlarining rahbarlari bilan uchrashdi ekan. Chaqiriqda bu musulmon davlatlarining BDTda oldingi oylarda o'tkazilgan Uyg'urlar masalasini kishilik huquq kengashida muzokara qilishga ovoz berish yig'inida Xitoy tarafda turganligi. Bu davlatlarning rahbarlari agar Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga davomli ko'z yumsa va uningga xotim berish yo'lida tirishchanlik ko'rsatmasa, musulmon ummatlarining o'rtaq islomiy qimmat qarshiga xiyonat qilganlik bo'lganligi eskartilgan. Qirg'iziston Uyg'urlari Dunyo Uyg'ur qurultiyining chaqiriqiga ovoz qo'shib, 9 dekabr kuni Qirg'iziston Uyg'ur ittifoqi va Dunyo Uyg'ur qurultiyining Qirg'izistondagi vakillarining boshlamchiligida Bishkek shahridagi bir zalga to'planib, 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kunini xotirladi. Uchurlardan ma'lum bo'lishicha, Qirg'iziston hukumat taraf bu qitimqi faoliyatda 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan bir tutash tayyorlangan logo va hashtaglarni ishlatishga ruxsat qilmagan. Qirg'izistondagi jasur Uyg'urlarimizning shuncha besim va to'salg'ularga qaramasdan Bishkekda bir yerga jam bo'lib, 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kunini xotirlashi muhojiratga qarindoshlarimizni cho'nqur ta'sirlantirdi. Qirg'iziston Uyg'ur ittifoqining raisi Asqar Qosimiy apandim va jamoat vakillari faoliyat qilgan so'zlarida 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kunini har zaman eslab turadiganliklarini va Dunyo Uyg'ur qurultiyining xalqaroda elib berayotgan faoliyatlarini moddiy va ma'naviy jihatdan har zaman qo'llab-quvvatlaydiganliklarini ifoda qilishdi. İlgisi ekanligimizni, bizning kishi aziyatgan, tatiyotgan azir azoblarimizni ko'rib, nurg'un qarorlarni qilib, Dunyo Uyg'ur qurultiyi o'zidan kechikunduz olmay ishlab, bizning vatanparvar shu vaqtda o'tgan azir ishlayotganlarimiz dunyoga murojaat qilib, nurg'un ishlarni qilib o'tdi. Azir o'zim etti, yani qaytadan takrorlamay. Ben sizlerge pırnımında koyayım. Her birine bir hadis var. İbrahim Aleyhisselam'ını otta müşrikler taşlayan vaktinde şunçilik yuvan otta. Bir çömel ağızga küçükten bir suni evilip ne yaptık ya? Onu bir yuvan görüp sen ne yapatsa ise ben bu şu sudan aşı otunu içirmem. Yaptı. Sen andak uçuralaysa ise benim hareketimni aşı zulümle karmay vaktan hareketimni yaratan Allah bulduk, görüp durduk ne? Bilip durdu. Şunun için ben aldığı bakan vaxtada muşunçilik zulümle karşı sen neyim kıldın diyende ben zemli güçlük suna geldim ben. Şunun için her bir Uygurumuz, her bir Uygur 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi markaziy organining uyushtirishida 9 dekabr Xitoyning Germaniyaning Myunxen shahridagi konsulxonasi oldida Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazildi. Namoyishga Myunxen shahrida yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizdan boshqa yana ba'zi parlament a'zolari va hokimiyat beshidagi Liberal Demokrat partiyasi yoshlar tashkilotining vakillari kelib qatnashdi. Namoyish oldi bilan butun aziz shahidlarimizning ro'yiga duo o'qish bilan boshlandi. Allohim Ulug' Parvardigarimiz şu vatanimizda Xitoyning zulmi ostida irqiy qirg'inchilikda o'lib ketayotgan shu qarindoshlarımızga sen rahmi shafqat qilgin ya Rab.
Ey Allah ulug' Parvardigarimiz, şu vatanimizning ozodligi, erkinligi, hurligi yo'lida özünü qurban qilgan qarindoshlarimizga, shahidlarimizga rahmat shafqat qilgan va bizni shularning izidan mangib, shu vatanimizni ozod qilish va ozod qilish yo'lida shahid bo'lish martabasiga bizni erishtirgan ya Rabbi. Fransiya Uyghur Birligi Dünya Uyghur Qurultayının çağırqıga avaz qo'shib 9 dekabr Uyghur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan 9 dekabr kuni Parijdagi Eiffel temir munori oldida Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazdi. Namoyish maydonidan istansimizning telefon ziyoratini qabul qilgan Fransiya Uyghur Birligining sobiq qurg'uchi raisi Akbar apandim va yoshlarimiz o'zlarining yurak so'zlarini izhor qilib mundoq dedi. Elbette muhbir efendim. Dünya Uyghur Qurultayının arz bilen 2020 yılı London'da kurulan Uyghur Sot Kollegiyasi 2021 yılı 9 dekabr günü Xitay hükümeti Uygurlarga qarta erkek qirg'inchilik ve insoniyatga qarshi jinoyat yurgizdi deb hüküm e'lon qilingan. Bu günü Dünya Uyghur Qurultayının raisi hurmatli To'lqin Aysoning chaqiriqi bilan Uyghur Sot Kollegiyasining hüküm e'lon qilingan gün. 9 dekabr günü hatırlaş üçün Fransiyadaki Uyghur qarindoshlarimiz, jangovar yoshlarimiz birlikte bu günü hatırlap namoyish qilib turibdik. Bu tarixiy günü unutmaymiz. Evlatdan evlatga bu günü hatırlap kelamiz. Rahmet sizga. Bugün 12 ayının 9. günü biz Parijdagi bir qism Uyg'urlar Parij shahridagi Eiffel temir munorining ostiga yig'ilib namoyish qilyapmiz. Bugungi namoyishimizning asosiy maqsadi 9 dekabr şu Dünya Uyghur Qurultayı tarafidan Uyghur erkiy qirg'inchilik kuni deb bekitildi. Çünkü bir yılning oldida 2021 yil 9 dekabr kuni Londondagi Uyghur soti Uyghur erkiy qirg'inchiligi deb e'lon qilgan kuni dal bugun biz shu kunni xotirlash maqsadida Fransiyadagi Uyg'urlar mishada namoyish qilib qilyapmiz. Bugungi bu namoyishimizga bir mush Fransiyadagi bir 20 dan ortiq Uyg'ur jamoati yig'ilib keldi. Namoyishimiz hozir shunday yaxshi davom etishyapti. Biz butun dunyodagi barliq Uyg'urlarning bu namoyishga ovoz qo'shishini, bugungi erkiy qirg'inchilik kunida butun dunyoning hamma yerda o'xshash turli faoliyatlarni olib berishini umid qilamiz. Rahmat. Ondan başqa bugun, yani 9 dekabr kuni İlham To'xtini qo'llash guruhining qurg'uchi raisi Anvarjon apandim Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan Berlinda Xitoy turmisidagi jasur Uyg'ur ziyolisi İlham To'xti va boshqa 40 dan ortiq Uyg'ur sarxillarining rasmlarini o'z ichiga olgan rasm ko'rgazmasi o'tkazdi. 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan Norvegiya Uyg'ur komitetining uyushtirishida Oslodagi parlament binosi oldida 9 dekabr norozilik namoyishi o'tkazildi. Ondan boshqa yana 9 dekabr kechda Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan Qurultay markaziy organi tarafidan nemischa va arabcha tillarda tor muhokama yig'ini o'tkazildi. Bu xil faoliyatlar 10 dekabr kuni Qozog'iston, Kanada, Amerika, Avstraliya, Yaponiya, Turkiya, Angliya, Gollandiya, Belgiya qatorliq davlatlarda keng doirada davom qiladi. Bu vaqtdagi xabarlarning tafsilotini keyingi qitimliq anglitishimizda ayrim diqqatingizga sunamiz. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.